Bahor Abdulla Qahhor dedi mashrara qashlab. Sun'iy intellekt yordamida tarixiy shaxslarni masxara qilganlarga qonuniy chora ko'rilishi so'ralmoqda. So'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda sun'iy intellekt yordamida tayyorlangan buyuk allomalar va tarixiy shaxslarning qiyofalarini bachkana hamda axloq me'yorlariga zid tarzda tasvirlovchi video kontentlar ko'paymoqda. Madaniyat vazirligi bu holatni keskin qoralab, tegishli idoralardan tarixiy shaxslar sha'nini kamsituvchi bunday videolarni tayyorlaganlarga nisbatan qat'iy choralar ko'rishni so'ramoqda. Ajdodlarimizga hurmatsizlik qilgan yozuvchilarimiz ustidan kulgan insonlarni va parda ortiga o'tib olib, aynan ushbu videoning izohiga boshqa bir ajdodlarimizning ham nomlarini qoralab, ularning ustidan kulganlarga qat'iy chora ko'rilishi kerak. Hurmatli mutasaddilar, tegishliligi bo'yicha ushbu chiqayotgan video xabarlarni to'laqonli o'rganib va ushbu videoni tayyorlagan, uni qo'llab-quvvatlaganlarga keskin chora ko'rishingizni so'rab qolaman, deya murojaat bilan chiqdi vazirlik matbuot kotibi Sirojiddin O'sarov.